Pepsi lazzatli feysni ham birinchi kuniga yetib keldik. Bugun 1000 dona lavash bo'lar ekan. Ochiqi jarayon o'zimga ham juda ham qiziq. Ketdik sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Orqamda tarixiy kun bo'lyapti. Lavashlarni tayyorlashni boshlashdi. Eng qiziq joyini aytaymi? 10 sekundda bitta lavashni tayyorlab berishyapti. Bu degani hali bizda 1000 ta lavash bor degani. Kuzatib turinglar, hamma jarayonlarni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bularga farqi yo'q shekilli. Xullas kuzatib turinglar.